Tizlarning gidrolizi toza suv juda ham kuchsiz elektrolit hisoblanib, uning dissotsialanish darajasi A teng 10-9 ga teng bo'ladi. Toza suvda H+ va OH ionlar konsentratsiyasi 1:1 ga teng bo'ladi. H+ ionlar ortiqcha bo'lgan eritma kislotali, OH ionlari ortiqcha bo'lgan eritma esa ishqoriy muhitda bo'ladi. Ayrim tuzlarning suvdagi eritmalari indikatorlar rangini o'zgartiradi, demak kimyoviy reaksiyalar sodir bo'ladi. Ion almashinish reaksiyalari mavzusidagi biz elektrolit eritmalari orasidagi reaksiyaning oxirigacha borish sababi eritmalardagi ionlarni o'zaro birikib dissotsiyalanmaydigan moddalar. Kaliy nitrat tuzining suvdagi eritmasi indikatorlar rangini o'zgartirmaydi. OH kuchli elektrolit ionlarga batamom ajralgan bo'ladi. Gidroliz so'zi yunoncha gidro suv, lizis parchalayman degan ma'noni anglatadi. Alyuminiy nitrat kuchsiz asos